Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, bizga saralkalik universal motokultivator keldi, motoblokcha. Xo'p, Fora degan firmaniki. Fora. Bu nomi Fora, Mora nima bo'lsa ham hammasi bir Xitoy. Qanaqa firma bo'lishidan qat'iy nazar ichki sistema hammasi bir xil bo'ladi. Voy qadayman. Xo'p. Buni motor qilish kerak ekan. Motorni ochib ko'ramiz endi, nima gap, nima so'z, ichini ochganimizda bilamiz. Motorni yechib olib, shunaqa motobloklarni remont qilish kerak bo'lsa, motorni o'zini jo'natsanglar ham, korobkani o'zini jo'natsanglar ham to'g'rilab beraveramiz. Saralkalik, mana bunaqa benzinlik, mana bunaqa mireylar, mana bunaqa motoblok, kir mashinalar, mana bunaqa suv pompalar, mana bunaqa suv pompalar remont qilaveramiz. Yog'larda ham bor bunaqa motorlar, zobur motorlar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha to'g'rilab beramiz. Manzilimiz Toshkent viloyati Piskent tumani. Xo'p, zapchastlar bor, uncha juda unaqa emas, zapchastlar bor. Yana zapchastlarimiz bor, zapchastga ham olamiz. Bunaqa motoblok, mana bunaqa motobloklarni zapchastga olamiz aka-ukalar. Xudo xolasa motor bo'lgan bo'lsa ham bo'laveradi, korobkasi bo'lgan bo'lsa ham zapchasti ishiga qarinisiga qarab zapchastga olib qolaveramiz. Xolasa yurib turganini ham olaveramiz, farqi yo'q. Zapchastga olaveramiz. Hop, manzilimiz Toshkent viloyati Piskent tumanida. Olib kelaverasizlar, posilka qilib jo'natsanglar ham bo'laveradi. Keyin mana bunaqa benzinlik, toklik mireylarni remont qilamiz. Tokli mireylarga kislotalari bor. Pochta qilib chiqarib beraveramiz kerak bo'lsa. Benzinliklarni ham remont qilaveramiz. Motorni o'zini jo'natsanglar qilib beraveramiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha to'g'rilab beraveramiz. Bunaqa zubur motobloklarni ham remont qilaveramiz. Shunaqa gaplar. Like, podpisatsiya bosib qo'yinglar. Instagram, YouTube, TikTok, Telegramda gruppalarim bor, o'sha obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa buni ochib ko'ramiz. Yaxshi usta qidirgan akalarga videoni jo'natib qo'yinglar. Xudo xolasa buni ko'ramiz endi, nima gap, nima so'z ekan. Motorni ochsak bilamiz, xudo xolasa. Sizlar like bosishni esdan chiqmasin, bosib qo'yinglar like'ga. Obunani ham esdan chiqarmanglar. Xudo xolasa. Yillar sucha qilindi. Remontni po'shini qo'yadigan bo'ldik. Xudo xolasa yurib tashlaymiz. Qo'ldan kelgancha rastuchka bo'ldik yillarimiz. Qanchagina yilgan ekan. Po'shinlarni, kladishlarni, rem komplet prokladkalarni yangi qo'yib, yig'ib yurg'izamiz endi. 173 50 bo'ldi. Shunaqa gaplar aka-ukalar. Qo'ldan kelgancha beradi. Hop, xudo xolasa aka-ukalar qo'ldan kelgancha mana yig'ib qo'ydik. Qo'ldan kelgancha yaxshilab qilib berishga harakat qilamiz biz doim. Yog'i eplab ketish o'zingizlarga bog'liq. Kimgadir texnika yoqmaydi, kimgadir yoqadi degandek. Misol uchun olib borganlardan keyin eplay olmasliginglar bor, boshqalar bor. Yog'i o'zingizlarga bog'liq. Biz garantiya bermaymiz hech qaysingizga, qo'ldan kelgancha yaxshi qilib berishga harakat qilamiz. Neki bizga butun O'zbekiston bo'ylab olib kelishadi, bizga klient bo'lgani yaxshi. Xo'p, xudo xolasa zavodit qilib ko'rsatamiz. Zavodit qilganda hamma ko'rdinglar, mana buni bitta tortamiz, tiraladi, keyin buni bosamiz, kompressor. Keyin buni mahkam, kuchli tortish kerak. Bismillah deb tortinglar faqat.
Mana shunaqa gaplar aka-ukalar. Ya qo'ldan kelgancha to'g'rilaverdik imkon qadar. Xo'p, bunimizga nima bo'ldi? Portion ko'lsa qo'yildi, remontning gilza shilindi. Keyin vkladish qo'yildi, klapan salnik, farsumka qo'yildi. Keyin rem komplekt prokladka, korobkaga prokladka, rem komplekt, moy quyildi. Shu hozircha shulari bo'ldi. Va qo'ldan kelgancha to'g'rilab qo'ydik. Bunaqa gaplar aka-ukalar. Endi mana bunisiga gal. Xudo xolasa. Undan keyin mana bunisiga gal. Mana buni egasi o'ylanib turibdilar hozir. Sal rasxod ko'proq ekan, bittasidan olgan ekanlar, rasxodi yo'q deb sotgan ekan. Lekin rasxodi anchagina ekan. Shunga sal o'ylanib turibdilar. Mana bu nasoslari, ana ham bu nasoslar. Endi mana buni o'chamiz, xudo xolasa bundan keyin bu zubur o'tgan yildan beri turibdi. Bitta mana shu 50 bittalik shestrina topilmaganiga, shu 50 bitta shestrina yo'qligiga o'tgan yildan beri turibdi akalar. Shestrinalari ko'pi zaynab ketdi. Endi qirotdik, cho'tkalatdik, tozalaymiz xudo xolasa. Baribir ani quruqda tursa ham, boshqa qilsa ham nam havoni o'zida ham zaynab ketadi baribir. Neki men buni polni chochib, yuvib, saralkada benzinda yuvib tozalab qo'ydim. Toza qilib. Benzinda yuvgandan keyin qurib ketadi-yu. Qurib ketgandan keyin saralkada yuvgan bo'yimcha qoldirib tursam bo'lar ekan. Buni menga mana bu narsa shestrina topilib ketadi deb o'yladim, topilmadi. Keyin mana hozir saralka yog'i bilan turganda benzin bilan yuvib tozalab yuborardim. Endi nima deysizlar, nasib qilgan davolasi. Keyin bunga tushamiz xudo xolasa. Mana bu bo'ldi. Manzilimiz o'sha Toshkent viloyati Piskent tumanida olib kelaverasizlar. Biz qo'ldan kelgancha qilib beraveramiz. Garantiya bermaymiz hech qaysi ishimizga. Neki Xitoyga zapchasi hech qaysi garantiya yo'q bo'lganligi uchun biz garantiya bera olmaymiz. Biz qo'ldan kelgancha harakat qilamiz, yaxshi qilib berishga sizlarga iloji boricha. Eplab ketish yog'i o'zingizlarga. Manzil shu Toshkent viloyati Piskent tumanida. Xohlasanglar seli motoblok olib kelinglar, xohlasanglar motorni o'zini olib kelinglar, farqi yo'q. Zapchasilar bor. Qatini zapchasi 100% demaymiz, o'zimga keraklisini olib kelib qo'yganman. Topolmayotgan bo'lsanglar, menda yotib bekorga turgan bo'lsa, menda ham bari bekorga turmaydi-yu, turibdi. Qachonki klient kerak bo'lsa, sotishimga to'g'ri kelib qoladi, bo'lmasa qo'yishimga to'g'ri kelib qoladi. Turgan bo'lsa, sotib olaveramiz sizlarga ham. Mana bunaqa benzinlik, bunaqa saralkali motobloklarni zapchasiga olamiz. Mana bunaqa katta motorli bo'lsa ham, benzinli mreylar bo'lsa ham zapchasiga olamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, tinch bo'linglar. Like, podpisatsiya ayamanglar. Xudo xolasa yaxshi usta qidirganlarga videoni jo'natib qo'yinglar. Bu ham hozir Qag'dan, Bo'kadan, yana Qatlagadir olib borib ko'rganlar, Bo'kada yana Qattada, Gulistonda, Qatladadir bir ikkita ustalarda eplasha olmagan, qilisha olmagan, olib borsa birpas ishlab yana uyida o'lib qolavergan degan uchun olib kelishdi. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib berdik. Yog'iga inshaalloh olib ketgandan yaxshi chiqarsalar akamiz, zo'r qilib, zavod qilib, maza qilib ishlatamiz. Xudo xolasa. Shunaqa gaplar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, omon bo'linglar, tinch bo'linglar. Rahmat hammaga, akalar, ukalar, tinch bo'linglar.